Hammaga salom. Bugun sizlar bilan make-up tutorial qilamiz. Birinchi bo'lib navbat betimizni namlantirib olishga, betimizni shunday qilib chiroyli qilib namlantirib olamiz. Keyin bo'lsa navbat tonalkaga. Tonalkani endi betimizga surkab olib, yedirishni boshlaymiz. O'tgan safargi qo'ygan videoyimda sponjingizni qo'llasangiz, betingizga tonalka yaxshiroq yotadi debsizlar. O'tgan safargi videoyimda ham rangi yashilligiga, ho'lligi bilinmagan. Har safar men sponjni qo'llab ishlataman. Bo'lmasam tonalka betimga umuman tushmaydi yoki tirishtirib qo'yadi betim. Keyingi navbatda endi pudraga beramiz. Hamma kosmetikalarni ko'rsatavermayman, chunki kosmetikalar menga barterga yoki reklamaga pul berishmagan. Birpasda navbat endi tenga kelib qopti. Endi men shunaqa rangdan ishlataman. Shuna burnimizni jerkib maqtan olamiz. Kipriklarimizga shunaqa chiroyli tushlarni qo'yib olib, maraz chaqirash qilib qo'yamiz. Orada Muhammad Yusuf turib oldi. Muhammad Yusuf uxlatib qo'yib, dovlarimizni cho'chchaytirib shunaqa qilib rumiyana qo'yishni boshlaymiz. Keyingi navbat biror narsaga demayman, chunki men rumiyana qo'yganimni ham maqtanmayapman. 1400-navbat bo'lsa endi highlighterga. Kosmos talam yaltirashimiz uchun shunaqangi highlighter qo'yib olamiz. 7800-navbat bo'lsa endi lovimizga shunaqa tint pomada bilan kontur tanlab oldim. Наконец-то make-upimiz tugatib, endi maqtanishga o'tamiz. Make-upimga kommentda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Darrov negativ yozishlaring shart. Hammaga xayr, sizlarni yaxshi ko'raman.